Hozir esa Lokomotivning hujumi. Pas Zatiyev, Mirzayev zarba, gol! 2-0 Sardor Mirzayev. Chiroyli ijroni amalga oshirdi. Juda sovuqqon yondashdi. Zatiyev chiroyli pas berdi, Mirzayev mixlab qo'ydi. Uzoq burchakka to'pni joyladi. Shu xotirjamlik ketidan futbolda ko'p narsa keladi hozir. Vaziyatni ko'ramiz mana. Shu joyda Nurullayev, Zatiyev mana Sardorga to'pni qaytardi, aylanib olib, qarang. Ikkita himoyachi yaqinroq kelishi kerak edi. Mirzayev nima qilishni biladi, tajribasi juda katta. To'xtadi. Bitta aldamchi harakat bilan qarshisida Rahmonov ekan, hatto Rahmonov eng yaqin futbolchi ekan Mirzayevga. Rahmonovni yonidan o'tkazib, aylantirib burchakka to'pni qadadi. Basi 17 yoshda hali. Zarba darvozabon qutqardi. Mirzayevning zarbasini darvozabon qaytardi. Abdumavlon qaytardi. Do'stlar, baribir yaxshi murabbiylar yetishib chiqyapti sekin-sekin. Zarba, gol! 3-0. Bu gol chiroyli. Muallif ekan, bilasizmi? Jasur Yaxshiboyev. Bu yigit shu Lokomotivning 3-gollarini uradi. Har doim. Kuchli jamoa bilan ro'baro kelyapti Bunyodkor va yoshlar baribir pozitsiya tanlashda joylarni yo'qotib qo'yapti, ko'plab xatolarga yo'l qo'yapti. Jasur Yaxshiboyev mana bu tarzda kirib borib juda chiroyli gol urdi. Jasur. Mana Sardor Rahmonov unga ikkita o'yinchidan o'tyapti. U hudud unikiligini bilyapti, shoshmasdan baribir o'sha raqib futbolchilarning harakatlarini o'rganib, bu yog'iga xotirjam bo'lib o'ynayapti Lokomotiv futbolchilari. Raqamlar ketma-ketligida sanishtiraman do'stlar. Joylashuvni bilasiz. Hozir esa Abdunabiyev to'pni egallab oldi. Sardor kirib boryapti, zarba bersa bo'ladi. Tepdi. Kozlov qutqardi. Mana Bunyodkorda ham imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Aniq zarba Abdunabiyevdan darvozabon yaqin burchakni yopdi. Burchak zarbalar bo'yicha Bunyodkor 7-3 hisobida oldinda, qarang. Hisob 0-3. Mana endi 8-burchak zarbasi. Kozlovdan to'pni tashqariga chiqarib yuborilyapti. Bu mutaxassis Lokomotiv bilan bu mavsum juda muvaffaqiyatli qatnashyapti. Xo'p. Bunyodkorning hujumi Abdusalom oldinroqqa yetkazib berdi. Olisdan zarba darvozabon urib yuboradi. Ko'rdi. Abdumavlon bu yerda Kozlov ko'rdi hammasini. Maqsadlari ham shunga yarasha. Bunyodkorni esa ligada qolish uchun kurashayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Abdunabiyev kirib bordi. Sardor gol urishga juda ham ko'p harakat qilyapti mana shu yigit Sardor Abdunabiyev, lekin jarima maydonchasi tomonga kirib borganda uni himoyachilar qarshi olyapti. Bu safar ham mana bu yerda himoyachi oxirigacha qaraydi. Qo'sinov Zatiyevga gapirayotgani yo'q, uni eshitgan bo'lishi mumkin. Qani? Tosh berishi ham mumkin. Berdi. Bugungi kunda jamoaning eng tajribali futbolchilaridan biri Sardor Rahmonov penaltini qanday amalga oshirdi do'stlar. Panika qilib tashladi-yu, dahshat 3-1 hisob qisqardi. Biroz tezlashmasa do'stlar, endi Kozlov boshqa bir tomonga tashlanib bo'lgandi. Panika uslubida Sardor Mirzayev chiroyli gol urdi. Ertangi murabbiy bo'lish niyatida yurgan futbolchilar ham ko'pda hozir bu jamoada. Lekin bu Bunyodkor Navbahor bilan ham shunaqa yirik hisob. Xo'p. Burchak zarbasi. Nishish yuqoridan ko'tardi. Zarba Abdumavlon Abdujalilov o'z o'rnida.
ishlayapti. Juda yorqin emas u, doim ikkinchi planda qolyapti. Yordamchi murabbiy bo'lib, Shatskix ketgach Andijonda. Hozir esa hujum, zarba, golmi? Ha do'stlar, gol. Hisob 4-1. Lokomotiv bu o'yinni yana yiriklashtirdi. Yana 3 ta gol farqiga keltirib qo'ydi. Suhrob Nurullayev bu yerda. Sadriddin Abdullayev hozir Mirko Yelichich yonida ko'rsatilyapti. Mana bu hujum shunday boshlandi. Suhrob Nurullayev deyarli chiziq ustidan himoyachilar bo'sh qoldiryapti-da futbolchini va mana o'tkirib boryapti va tepib qarang, katta bo'shliq bor-da bu yerda. Katta bo'shliq. Sardor Rahmonov ko'rsatyapti-yu himoyachiga, yopish kerak edi deb sherigiga to'g'ri aytayapti u. O'sha yopishi kerak bo'lgan himoyachi katta hudud ochib qo'ydi. Zatif ham murabbiy bo'lishi mumkin. Anzur Ismoilov yoshlar bilan ishlashni boshladi va bu yerda Bunyodkor hisobni qisqartirishga yaqinida Sardor Abdunabiyev. Kuchirenko yo'qotib qo'ydi Abdunabiyevni. Kazlov lekin chiqib borib yopgan ekan-da. Bunyodkorning hujumi davom etyapti. Pas qanotga to'p boshirildi. Yuqoridan zarba. Vaziyatlar yo'q emas, bor Bunyodkorda ham. Har gal ham gol bo'lavermaydi saviyada. Tajriba ham to'plashga ulgurganda uncha-buncha musobaqalarda qatnashib terma jamoa. Gol 2 bo'libdi. Navbahor ikkinchi golni uribdi. Bu orada Lokomotiv 5-golga qarab bordi zarba darvozabon o'rnida. Lokomotiv yana gol urish uchun harakat qilib ko'radi. Hozirgi uzatmadan keyin chap tomondan jarima maydonchasiga kirib kelinyapti. Yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba ham yo'llandi. Hujum davom etdi. Bo'ldi do'stlar, uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Temurbek To'xtasinov hushtak chaldi. Lokomotiv jamoasi muhim g'alaba qayd etdi. Ochkolarni jamoa 31 ga yetkazib 5-o'ringa ko'tarilib oldi.